patenti annulировать bo'lgan, reyestrga tushgan barchaga jo'natib qo'ying. Rossiyada reyestrga tushgan, patenti annulировать bo'lgan yurtdoshlarimiz diqqatiga, hozir studentskiy bilet sizlarga ko'p taklif qilyapti. 50 ming, 40 ming evaziga 11 oylik to'lovlari bilan, kontrakt to'lovlari, xizmatlari ichida. Sizga hozir tushuntirib beraman. 1467 ta odam murojaat qilgan. Faqat hujjatlar uchun deganlari 367 ta. Bunday hisobga oladigan bo'lsak, 2000 ta odam telefon qilgan, patentim annulировать bo'lgan, reyestrga tushganman. Rossiya territoriyasida qanday qilib bo'lsa ham yurishim kerak degan zapros bilan chiqqan. Biz bularga tushuntirganmiz. Rossiya territoriyasidan chiqib ketib, o'qishga kirgandan keyin qaytib kelishingiz kerak deb. Preobrazovание kompaniyasiga kelib konsultatsiya olib, hujjat topshirib ketgan mijozlarimizga tegishli gap emas. O'tkazaverasizlar, sababi sizlar hammasini to'g'ri tushuntirib, o'zingizlarga qabul qilib olgansizlar. Bu kimga tegishli? Bizdan отказ olib, o'qishga kira olmaysiz. Siz hozir Rossiya territoriyasidan chiqib ketishingiz kerak degan yurtdoshlarimiz diqqatiga. Borib shu 50 minglik studentga yoki 40 ming, kimdir 30 mingga sotyapti. Men hozir prosta ko'p joylarda ko'ryapman va sizlarga manfaatli bo'lish uchun bu videoni chiqarishga qaror qildim. 50 minglik studentskiy biletni oldinglar. Bu studentskiy bilet nima degani o'zi? Bu sizlar qanaqadir учреждениеda rus tili kursini onlayn tarzda eshituvchi, to есть ya'ni o'rganuvchi emas, eshituvchi student hisoblanasizlar. O'zi bu podkursdagilar student hisoblanmaydi. To есть tayyorgarlik kursiga topshirgan o'quvchi hisoblanasizlar. O'sha o'quvchilar, ya'ni bilasizlar, Rossiyada qonun chiqqan, 1 yil davomida bez основания 90 kun registratsiya qilib yurganlar yilni oxirigacha keyin Rossiya territoriyasiga kirishga haq-huquqi yo'q. Mana shunaqa qilib yurib turib, ertaga registratsiyani продление qila olmasdan yana kirdi chiqdi qilib, каким-то образом reyestrga tushmagan taqdiringlarda ham sizlar baribir ertaga universitetga kirsanglar, частныйmi, davlatmi, sizlarni hujjatinglarni olib, MVDga olib borib, migratsiyalarni продление qilib, registratsiyalarni продление qilaman deganda, MVD sizlarni полностью istoriyalarni tekshirib chiqadi. Istoriyalarda agar shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, что sizlar 90 kun bez основания yurib qo'ygan bo'lsanglar, sizlarga ya'ni deport qilish varianti beriladi, o'qishdan haydalish varianti beriladi yoki prosta Rossiya territoriyasidan chiqib ketib 2027-yil 1-yanvardan kelish haq-huquqi beriladi. Do'stlar, agar siz bunaqa studentskiy bilet qo'lingizda bo'lsa yoki kimdir olmoqchi bo'lsa, birinchi o'rinda nima savol berishingiz kerak? Men ertaga qonuniy mana shu hujjat bilan Rossiya territoriyasida registratsiyamni продление qilib yura olamanmi degan savolni berasizlar. Ha desa ishonmanglar, sababi bunaqa qilib yura olmaysizlar. U berayotgan ходатайство, men ham ходатайство berishim mumkin. Preobrazovание kompaniyasida rus tili kursini o'rganayotgani sababli bunga registratsiyasini продление qilib bering deyotgan bo'lishi mumkin. MVD aytadi, "Он кто такой?" deydi, olib menga qaytarib bu ходатайствоlarni qo'limga berib yuborishi mumkin. Sizlar studentskiy bilet oldim, bo'ldi, menga ziloniy degan gapda yurgan bo'lsanglar, adashayotgan bo'lasizlar. Qonuniy davlat universitetida student bo'lmoqchi bo'lsanglar, bitta единственный yo'linglar bor. Bu davlat xususiy universitetlarga topshirib, hamma hujjatlarni vaqtida qilib, ekzaminlarni topshirib, dogovorlarni olib, kontraktlarni to'lab, 1-sentyabrda sizlar ofitsialniy Rossiya territoriyasida student maqomi bilan Rossiya territoriyasida kirib kelgan hisob bo'lasizlar. O'shaning uchun mana bunaqa 50 ming под ключ kontrakt narxlari bilan deb olayotgan studentskiy biletinglar Rossiya territoriyasida sizlarga qonuniy yurish haq-huquqini bermaydi. Bu narsa bo'yicha men shunaqa studentskiy bilet qilib berayotgan organizatsiyalar bilan borib ham sporlashib, bo'yniga qo'yib keldim. Sizlarga ham xalqqa manfaatli bo'lsin deb bu narsani oldini olib aytayapman. Yana bir bor takrorlayman, bizning mijozlarimiz o'qishga topshirayotgan bo'lsa, bu video sizlarga tegishli emas. Chunki biz sizlarga buni hammasini oldindan aytib, yuridik tomonlama, hujjat tomonlama, o'qishinglarni hujjati tomonlama, hamma tomonlarni o'rganib chiqqandan keyin sizlardan hujjatinglarni olib, o'qishga kirish xizmatini taklif qilganmiz. Arzon studentskiy bilet olaman va Rossiya territoriyasida maza qilib yuraman degan, patenti annulировать bo'lgan, reyestrga tushgan barchaga jo'natib qo'yinglar, что studentskiy biletni olib prosta yuraman degan bo'lsa, bekorga adashadi. Undan ko'ra shu 40 ming, 50 ming pulinglarni cho'ntagingizga solib, bilet olib O'zbekistonga ketib, normalni yana qaytib kelganinglar yetmaydi.